Har doim aytaman, 80 kishi bo'lib pushkusalarim, qo'linglar qaltirab bo'lsa, bitta odamni o'zi bemalol betinglar, ko'tinglar yapishtirib qo'yadi. Mana hozir menda ham xuddi shunaqangi vaziyat. Ikkita shaytonbek o'zicha menga pushkumoqchi, lekin ikkalasini ham qo'li qaltirayotgani bilinib turibdi. Qani endi ko'ramiz nima qilish olar ekan. Men nima dedim, ko'ryapsizlarmi? Miyasi qisib qolgan odamga o'xshab o'zini o'zi granatasida po'killatib qo'ydi. Sherigam indiski kinolarni ko'p ko'rib o'rgan shekilli uchaman deb betimga sakrab qoldi. Lekin o'teli mukammal bola bo'lgani uchun bemalol betini ko'tiga yapishtirib qo'ya oldim. Ishoninglar, mashbura ko'timi qisib indamasdan ketayotgan joyinda o'qizib, hayotidagi eng katta xatoni qilib qo'ydi. Endi yaniga borib turib cho'chag'ini sug'uramiz. Jigarga o'sham yashab qolish uchun maksimal harakat qilib nimalardir qilib ko'rdi, lekin baribir o'xshamadi. Shu bo'yicha boshim aylanib, drop tushgan joyga lut qilgani keldi va bu yerda meni juda ham katta syurpriz kutib oldi. Eslagan bo'lsanglar, bu ashi o'zini o'zi granatasida po'killatib qo'ygan jijimiya. Demak, yonida indiski kinolarda ko'p ko'radigan jigarga o'xshasi ham bo'lishi kerak. Ha, adashmabman. U ham mashitda ekan. O'zi ham yana bir marta molda o'lib ketishdi. Mana o'sha zona qisqarib 3 dona odam qoldi. Lekin shaytonbeylarimizdan hali ham darak yo'q. Shunchun ham mashinada ko'tim olib ketgan bo'lsa ham o'zim istayapman. Onayni magar o'zim bilmagan holda yotib o'tar shaytonbeyda janini chiqarib qo'ydim. Qo'shimchasiga o'zim ham qo'rqib ketganim uchun yuragim oyog'im tagiga tushib qoldi. Hamayli, zato o'tirdim, endi oxirgi shaytonbeyda topsam bo'ldi deb turgan paytimda Puxmiyaga yo'shab tomga chiqib tirishib o'tirib oladi ekan. Sal qolganda meni ham janim achitib qo'ygan bo'lardi. Eslatib o'taman, sizga ishonchlayotgan savdo kerak bo'lsa, kanashda diktator miniselga murojaat qilishlari mumkin. Ishonavering, akkauntlar o'ta go'zal narxlarda. Hammasiga